Takrorlashib qolamiz ustoz bitta. Bu B harfi, Tirab chiqarilmaydi, tebratib chiqariladi. bu qalqala harflarning ikkinchisi. Birinchisi bu yoqda. Ha, lab bilan. Ey, montajyorlar. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alloh taologa hamd sanolar bilan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bilan bugungi darsimizni boshlar ekanmiz. Undan oldin bir hadisni eslatmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, qaysi biringlar Allohning uyidan bir uyga borib bir oyat o'rganib keladigan bo'lsa, shu o'rgangan bir oyati u uchun qizil tuyadan yaxshiroqdir dedilar. Ikki oyat o'rganadigan bo'lsa, ikkita tuyadan yaxshiroqdir dedilar. Va qancha oyat o'rgansa, o'shancha tuyadan afzalroq dedilar. Biz hali u darajaga yetib bormadik, oyatlarni o'rganadigan darajaga. O'shanga qarab ketyapmiz biz. Shuning uchun bardam bo'lishimiz kerak darslarimizda o'sha oyatni oyat o'rganadigan darajaga yetib borgunimizcha. Bo'lmasam bugun kaf, lam, vav harflarini o'targanmiz. Ko'proq aytaring lekin. Harflarni qaytaryapman. Shu darajadaki shu tanlayman bitta harfni menga dars berasiz o'shanda. Inshaalloh. Xo'p. Yana tomoshabinlarga ham shu narsani ta'kidlamoqchiman. Bizni ko'rib o'rganib turgan talabalarga, ya'ni katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, hammamiz dunyoda talabamiz. O'zim ham talabaman kerak bo'lsa. O'rganib, birovga o'rgatib ketiladigan bo'lsa, yaxshiroq qoladi tushuncha, ya'ni miyada yaxshiroq qoladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Rubba muballighin aw amin as-sami' dedilar. Ko'pincha eshitib yetkazadigan odam eshitib o'zida qoladigandan ko'ra yaxshiroq saqlab qoladi deganlar. Eshitib birovga aytishlik, o'rganib birovga o'rgatishlik. Qur'on fazilati haqida aytilgan hadislarda ham "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu" deganlar. Sizlarning eng yaxshilar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlaringiz. O'rganibgina kifoya qolmasdan, balki o'rgatganlaringiz ham. Odam subhanalloh, Allohning fazlini qarangda, o'rgansa ham ajr mukofot bo'ladi. O'rgatsa ham ajr mukofot bo'ladi. Olsa ham, bersa ham savobga ega bo'ladi-da. Allohning fazli marhamati keng. O'sha narsalarni biz tasavvur qilgan holatda o'qishimiz kerak-da darslarimizda. Xo'p, kaf harfi o'zbek tilidagi k, o'zimizdagi K. Bu oxirida yozilishi, alohida yozilishi va oxirida ham. Ya'ni boshida yozilishi. Ka, ki, ku. Xo'p, buni nima deylardi? Fatha, Zamma. zamma, Bu zammami? yo'q. Fatha, Aha. kasra, zamma. To'g'ri. Mana yumaloqchani-chi? Sukun. Sukun deyiladi. Ak, Ak, kam, kam, kum, kum, kun, kun, kay, kay, bakru, bakru, makru, makru, karmu, karmu, kanzu, kanzu, tarku, tarku, kataba, 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 yaktubu, yaktubu, taraka, taraka, yatruku, yatruku, katabtum, 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 amaraka. amaraka. Yaxshilab e'tibor bering, tomoshabinlarni hamma shunda ta'kidlamoqchiman. Harflarni tugatgunimizcha mad yo'q, ya'ni mad degani cho'zishlik yo'q. Masalan, amaraka yoki amaraka degan cho'zishlar ishlatilmasin umuman. Bunga o'rganib qolinadigan bo'lsa, Qur'on o'qilganda ham cho'zmaydigan joylarda cho'zib ma'nolarni o'zgartirib yuborishga, o'zgarib ketishga sabab bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha demak, harflar tugaguncha bizda mad degan narsa ishlatilmaydi. Cho'zish yo'q umuman. Amaraka. Amaraka. Xuddi shunday. Amaratka. Amaratka. O'zlari o'qisinlarchi shuni. Birinchi harflarni keyin harakatlari bilan keyin qo'shib o'qiymiz. Ha. Kuntu. Kuntu. Aha. Harf o'qib bering shuni. Ma, u. Harflar ismi bilan birinchi. Mim, u, harakat, zamma, mim, kaf, kasra, nun. Sukun. Ha. Mumkin. Mumkin. Mumkin.
iloji boricha har bir harf o'tganimizda 2-3 ta kalimalarni mana shunday qilib o'qiymiz. Bizga harflarga takrorlash ham bo'ladi va ko'rib turgan talabalarimizga ham bir esda qolishlik uchun bir foyda bo'ladi. Masalan, buni alif, fatha, mim, fatha, ro, fatha, ta, sukun, kaf, fatha. Amarotka. Amarotka. Xuddi shunday qilib. Tamam? Tamam. Kaf. Kaf. Ka. Ki, ku. Ak. Kam. Kum. Kun. Mak. Nak. Ru. Makru. Bu nima? Makru. Bu yerda bakru. B ismida chiqib. Makru. Karmu. Kanzu. Tarku. Maşallah. Kataba. Yaktubu. Taraka. Doğru. Yatruku. Maşallah. Katabtum. Katabtum. B mi B mi bu? Katabtum. Katabtum. Sukun bor. Katabtum. 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 Amaraka. Xuddi mana shu kalimani o'tganimizda ataylab urg'u berib aytdim, cho'zmasdan o'qiymiz deb. Amaraka. Cho'zmasdan o'qishlik uchun tez o'qish shart emas. Amaraka. 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 Amarotka. Kuntu. Mumkin. Xo'p, keyingi harfga o'tamizmi? Qiyin bitta harf. Qiyin ekan, a? Yo'q, balki sinchkilab o'qishlik balki qiyin bo'lsa kerak. O'zi juda ham oson. Diqqatim sal jamlab olishim kerak bo'lmasa. Lom harfiga o'tamiz. Lam, lom. Gapirishda lom, o'qishda lam. Lom o'zi lam bo'lsa, to'g'ri o'qilgan bo'ladi. To'g'ri talaffuzi lam. Lam. La harfi faqatgina ikkitagina kalimada o qilib o'qiladi. Alloh va Allohumma degan kalimada, boshqa holatlarda a o'qiladi. Masalan, lom bilan lam harfi bilan alifning farqi, alif o'zidan keyin ulanmaydi, lam o'zidan keyin ulanadi. Mana al. Alif o'zidan keyin ulanmaydi. O'zidan keyin ulansa, lom bilan bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zidan oldin oxirida keladi, lekin o'zidan keyin ulanmaydi. Alif. Lom bo'lsa, boshida kelishi, o'rtasida va oxirida kelishi. La, li, lu. La, li, lu. Bu nima edi? Sukun. Bekorlarni aytibsiz. Zamma. Bu-chi? Sukun. Bu sukun, ha. Al, bal, bal. E'tibor bering. Bal, al bo'lsa lani qalqala qilib qo'ygan bo'ladi, xato bu. Al, bal. Shunday. Al, bal. Lam, lum, lan. Hatto nun sukunli bo'lgan paytda ham lanni desa qalqala bo'lgan bo'ladi, xato. Lan. Tamam. Kil. Nazala. Nima ekan? Nazala. Lazima. Kamula. Anzala. Alzama. Akmala. Akalat. Akalna. Akalta. Akalti. Akaltu. Akaltum. Bul. Yalam. Keling, mana shuni harfma-harf o'qiymiz. Ya, fatha, lam, fatha, mim, sukun, lam, fatha, mim, sukun. Yalam, lam. Uzunroq kalimalar bo'lgani uchun e'tibor berib o'qiymiz buni. Ta, fatha, za, fatha, lam, sukun, za, fatha, lam, fatha. Tazalzala.
Yatazalzalu. Yatazalzalu. Mutazalzil. Mutazalzil. Mim zamma, ta fatha, za fatha, lam sukun, za kasra, lam sukun. Mutazalzil. Mutazalzil. O'zi o'qishga harakat qilingchi. La, li, lu. Al, bal, lam, lum, lan. Lanni emasmi? Yo'q. Nima bo'ladi? Lanni bo'lsa. Lan bo'lsa qalqala o'qib qoladi. Lan. Zo'r. Kil. Bazola. Bazala. Nuqtalarni adashtiryapsan hali ham. Bazala. 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 Bazalami? Bazala. Bazala ham emas, bazala ham emas bu. Nazalami? Bu nun boshidagi. Nazala. Nazala. Ha. Lazimu. Oxiridagi zamma bu. To'g'rimi? Aha. Zammami shu? Yo'q. Lazimu emas, lazima. Lazima. Kamula. 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 Anzala. Alzama. Akmala. Akalat. Akalna. Akalta. Akalti. Yana bitta qarang. Akalta bo'lsa, lani ko'p ushlab turilmaydi. Akalta. Akalta. Akalti. Akaltu. Akaltum. Bulbul. Yalamlam. Mashallah. Tazalzala. Tazalzala. Ha, to'g'ri. Tazalzala. R emas-ku, R bo'lganda ro bo'lardi. Tazalzala. To'g'ri. Yatazalzilu. Mana pastda ko'ryapsan buni. Yatazalzalu. 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 Buni aytganimizdek harfma-harf o'qib berasiz endi. Mim, kasra, zamma, zamma quchoqlab olish degani. Zamma, ta, ta, yuqorisidagi fatha, za, fatha. Qarang, fatha emas, fatha. 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 Lam, sukun, za, kasra, lam, sukun. Noto'g'ri o'qib bersam hozir tushuntirman. Kalta deysiz. Mutazalzilu. Mutazalzil. 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 Mashallah. Zo'r. Keyingi harf vav harfi. Qanaqa harflar turkumiga kiradi? Kasal harflar. Nima uchun? Vav harflar. Voy harflarmidi? Voy harflari, kasal harflar. Nima uchun? Ba'zida o'qiladi, ba'zida o'qilmaydi. Va bir-birini vazifasini bajarib keladi. Chunki vav harfi ba'zida alif vazifasini ham bajarib keladi. Keladi, alohida darsda keladi. Bo'ldi. Xo'p, vav harfi bu o'zidan keyin ulanmaydi, o'zidan oldin ulanadigan harflardan. Va, vi, vu. Va, vi, vu. Av, Av, rov, rov, nav, nav, lav, lav. Yana bunga 3 raqamni qo'yib qo'yaylik-da ustiga. Oldin ikkitasi o'tgan edi. Qaysi harflar? Alif, ya, vav. Yo'q. Bu kasal harflardir. Bu boshqa maxraj tomonidan. Labdan chiqadigan harflarni uchinchisi. Labdan chiqadigan harf. Mim, ba, vav. Vav. Labdan chiqadigan harflarning uchinchisi. Birinchisi mim, keyin ba, keyin vav. Vav. 5 tamidi ustoz bu ham? 4 ta. 4 ta. 4-inchisi endi keladi. Av, av, rov, rov, nav, nav, lav, lav, varom, varom, vatar, vatar, vatorma. vatar, 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 vaman, vaman, valan, valan, valam, valam, vakam, vakam, avlu, avlu, rawmu, rawmu, yawmu, yawmu, kaunu, kaunu, wailu, wailu, waznu, waznu, kawkab, kawkab, mawkib, 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 awlamtum. awlamtum. Qoidamizga asosan oldin kelishganimizdek alif, fatha, vav, sukun, ta, fatha, ro, sukun,
ta, dhamma, mim, sukun. Awtartum. Awtartum. Yana bitta o'qiymiz. Va, vi, vu. Va, vi, vu. Aw, Aw, raw raw, yoki rovmi? raw. Raw. Raw, Naw, naw, law, law, varom. varom, O'zidan bo'lsin. vatar, vaman, Waman, vaman, valam, valan, walan, valan, valam, vakam, avlu, awlu, to'g'ri. rawmu, yawmu, kawnu, waylu, waznu, kawkab, mawkib, awlamtum, awlamtum, awlamtum. Alif, fatha, vav, sukun, ta, fatha, ra, sukun, ta, zamma, mim, sukun. Awtartum. Mashallah. Zo'r. Yes. Alhamdulillah. 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 Ay, yaramas. Amerikaliklar dedi. Qarang. Darsni bir marta o'qish bo'lmaydi. 3 marta o'qiladi. U ham bo'lmaydi. 5 marta ham emas. Kamida 10 marta har bitta harfni. Balki undan ham ko'proq. Yodlash shart emas. Shunday qaraganda, ya'ni ko'z shunaqangi rasmga olib qolish kerakki, qaraganda o'sha harfligini, shunaqaligini bilish kerak edi. Ya'ni qaraganda o'qib ketadigan darajada bu martadan ko'proq o'qish kerak. O'tgan safar muallim soniy haqida ma'lumot beraman dedingiz. Muallim soniy deb nima degan edi bu? Muallim soniy? Ikkinchi ustoz. Birinchi ustoz kim? Siz? Yo'q, birinchi ustoz boshqa ekan. Ahmad Hodiy Maqsudiy degan kishi yozganlar bu kitobni. U kishi haqida men internet sahifalaridan qidirganimda mana shu ma'lumotlarni topdim. Keling o'sha kishi bilan biroz tanishib chiqamiz. Rasmlari ham bor ekan u kishini. Bu kishi Ahmad Hodiy Maqsudiy rasmlarini ko'rsatishadi. Biz suhbatimizda iltimos qilamiz. 1868-yilda tug'ilgan bu kishi va 1941-yilda vafot etganlar 73 yoshlarida. 20-asrning birinchi choragida eng mashhur turkiy ma'rifatchilardan biri deb tanilgan bu kishi. U kishi tan olingan poliglot. Poliglot degani bir necha tillarni mustahkam, mukammal biladigan kishini poliglot deylar ekan. 6 ta tilni mukammal bilar ekan bu kishi. Tatar tili, turk tili, arab, fors, rus va fransuz tillarini mukammal biladigan kishi. Tug'ilishlari 1868-yil 28-sentyabrda Qozonda tug'ilganlar, Tashsuv qishlog'ida. Hozirda Tatariston Risogogorskiy degan rayon ekan. Mulla Nizomiddin oilasida. Boshida o'zlarining otalarini qishloqdagi madrasalarda savod chiqarib, ya'ni 1881-yil Qozondagi Qosimiya madrasasini o'qishga kiradilar. Ya'ni Qosimiya madrasasiga va u yerdan 1890-yil bitirib chiqadilar. Bu kishi muallim sonidan oldin Muallim avval degan kitob yozgan ekanlar. Birinchi muallim. Mammas degan o'sha ekan muallim avval. Birinchi muallim. Bu tatar tilida arab harflarini tatar tilidagisi tatar millatdagi odamlarga arab tilini o'rgatishlik uchun, ya'ni arab harflarida men bir narsa bor ekan, shuni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Balki ozgina vaqtimiz cho'ziladigan bo'lsa ham, islom olami borki, millatlari har xil bo'lganiga qaramasdan yozuvlari arab yozuvlarida bo'lgan. Juda ko'p misol aytishimiz mumkin. Masalan, O'rta Osiyoda hammasi qirg'izcha, qozoqcha, o'zbekcha hammasi. Rossiyada tatarlar bo'lsin. Hatto Turkiyada Usmoniy davlatlar hammasi arab tilida yozuv bo'lgan. Indoneziya, Malayziya. Islom tarqagan davlatlar borki, bular hammasi arab yozuvida bo'lganda yozuvlari. Nima uchun? Qur'on o'qish oson bo'ladi. Qur'on o'qigandan keyin ajr savob bo'lsin. Ya'ni adashishlik kam bo'ladi Qur'onni mustahkam ushlagandan keyin. Shuning uchun butun islomiy, ya'ni musulmonlar ko'pligi bilan tanilgan davlatlar hammasida arab yozuvlari bo'lgan. Va shuningdek tatar tilida ham. Va tatar tilidagi ba'zi bir harflar arab kalimalarida, arab harflarida bo'lmaganligi uchun ularga munosib ravishda ba'zi bir harflarni o'zgartirib, ya'ni Muallim avval deb kitob yozgan ekan bu kishi. 1892-yil o'zining afsonaviy Alif B kitobi Muallim avval birinchi muallim kitobini bosib chiqardi. Bu kitob shu qadar ommalashdiki, 1892-yildan 1918-yilgacha
32 marta qayta nashr qilingan. Kitobning umumiy adadi esa 1 million nusxadan ortiqni tashkil qilgan. 20-asr boshida muallim avval arab alifbosi asosidagi tatar yozuvida o'qish va yozishni o'rganish uchun eng yaxshi qo'llanmalardan biriga aylandi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgach, Ahmad Hodiy Maqsudiy alifbe kitobining davomini muallim Soniy ikkinchi muallim chop etib, unda arab tilida o'qish va yozishni o'rgatadi. Ikkala darslik nafaqat tatarlar, balki qozoqlar, o'zbeklar, qirg'izlar va boshqurtlar orasida keng tarqaldi. Hozir O'zbekistonda mashhur bo'lgan bo'lsa, oldin qozoqlarda, o'zbeklarda, qirg'izlarda, tatarlarda mashhur bo'lgan ekanda bu. Balki hozir ham mashhurdir, balki biz bilmasmiz. Demak, bu kitobning tarixiga taqriban 100 yil o'tgan ekan hozir. Biz o'qiyotgan kitobga. U kishini g'ayratlarga bir misol aytishimiz mumkin. Yulduz deb nomlangan gazetani chiqargan ekan bu kishi 1906-yilda. Haftasiga bir marta chiqargan, keyin haftasiga 2 martadan 8000 dan ko'p nusxa chiqarilar ekan. Haftasiga 2 marta 8000 tadan ko'p nusxa chiqariladi, har nusxasi. Bu gazetani qarang. Qozon, Orenburg, Ufa, Samara, Saratov, Vyatkada, Perm, Novgorod, Simbirsk, Tomsk 15 ta 20 tadan ko'p shaharlarda tarqatilar ekan bu. Toshkentda ham yozilgan. Toshkent ham bor. Toshkentda, Tobolsk, Petropavlsk, Samarqand va boshqa shaharlarda. Keyinchalik 1920-yil uning yondashuviga tayangan holda yangi yozuv arab alifbesining yanada soddalashtirilgan varianti yangi imlo ishlab chiqildi. Xitoydagi tatarlar va uyg'urlar hamon shu yozuvdan foydalanishmoqda. Ya'ni muallim Soniy yozgan paytlarida Ahmad Hodiy Maqsudiy taxminan 25-26 yoshda bo'lar ekanda bu kishi. Ya'ni Alloh baraka bergan qarang, bu qachon kim Qur'on o'qiyman deb alifbeni shundan o'rganadigan bo'lsa, inshaalloh ajr savobi o'sha kishiga ham tinmasdan borib turadi. O'zlaridan keyin chiroyli asar qoldirganda bu kishi, ya'ni iz qoldirgan. Ahmad Hodiy Maqsudiy keyingi taqdir fojiali yakun topdi. Inqilobdan keyin u 2 marta qatag'onga uchradi. 1933-yil 16-yanvarda 3 yilga Vyatkaga surgun qilindi. Lekin surgunda ham ishini davom ettirdi. Sharq mantiqi asarini yozdi va uni rus tiliga tarjima qildi. Surgunda turgan holatda ham jim turmagan bu kishi. 1936-yil surgun tugagandan keyin 1937-yil yanvarida kontrrevolyutsion faoliyatda ayblanib, yana qamoqqa olindi. 1939-yilning 2-fevralda sog'lig'i yomonlashgani va jinoyat dalili yo'qligi tufayli jinoiy ish to'xtatildi. Lekin ozodlikda u kishi 2 yilgina yashay oldi xolos. Ahmad Hodiy Maqsudiy 1941-yil 73 yoshida 28-iyunda vafot etdi. Va Tatar qo'rg'onining musulmonlar qabristoniga Abdullo To'qay qabri yoniga dafn etildi. Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Ya'ni ozgina bo'lsa ham mana muallif bilan tanishgan bo'ldik. Rahmat ustoz bugungi dars uchun. Xudo xolasa keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizam salomat bo'ling va ko'proq o'qing mana. Bo'ldi. Bugungi darsimizga baho 4 emas, 3. Ba'zi narsani bilmadingiz. 5 olishga harakat qiling. Charchamang. Sizlar ham tomoshabinlar, Allohga omonat qolinglar, ko'proq qaytaringlar va o'zingizlarga bitta shogird olsangiz undan ham zo'r bo'ladi. Ukanglarmi yo bir qarindoshinglarmi o'qigan narsalarni o'rgatib ketsanglar zo'r bo'ladi. Inshaalloh. Yaxshi qoling.